Bugün Dangda ana va bola klinikasına geldim. Tabiiy tug'ruq bilan tug'dim. Hamma doktorlar yaxshi kutib oldilar. Og'riq bilan kelganimni darrov tug'dirib, yaxshi aytib, hammasi yaxshi qaradilar. Ana va bola klinikasına rahmat, doktorlarga ham kattakon rahmat. Assalomu alaykum, ana bola klinikasi kuzatuvchilari. Bugun sizlarni ana bola kelgan pasientlarimiz fikrlarini eshitamiz va sizlarning fikrlaringizni kommentariyada kutib qolamiz. Assalomu alaykum, ana bola klinikasiga birinchi marta kelishingizni? Gelinim olib kelganman avval. Qaysi doktor yana keldingiz? Tursunay doktorga. Nima sabab bo'yicha keldingiz? Gelinim shu go'rini bo'yina qoldirib berdi. Ha, ishlaridan mamnunmisiz? Avval memnunman. Hozir endi yotgan bemorlarimizdan fikrini bilib beramiz. Ana bola klinikasini eshitib keldim o'zim. Hammaga tavsiya etaman, yaxshi ekan. Hammaga shuda do'stlarni tavsiya beraman. Assalomu alaykum. Mana ana va bola klinikasiga kelib, 3-farzandimni kesarvar holi dunyoga keltirdim. Bu avval homiladorlikdan boshidan boshlab shu klinikada Ayka doktori Feruza Babayeva doktorlarda davolandim. Xudoga shukr 9 oy davomida yaxshi farzandimni rivojlanishina o'zlari yordam berdi, dunyoga keltirdilar. Ularga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Bu yerda hamma shart-sharoit yaxshi ekan. Bu yerga Ellikqal'a tumanidan keldim. Sizlarga ham tavsiya etaman. Hamshiralar ham, shifokorlar ham hammasi juda xushmuomala. O'zlarining yordamini ayamaydilar. Juda zo'r ekan. Rahmat aytaman. Ana bola klinikasına akşam kiyiydi, kelinim alıp kiyiydim. Şunisi, mana doktorları yaxshi kendim yaxshi. Operatsiyadan chiqdim, yaxshi yotibdi mana. Hozir o'zi yiqildi, o'zidan dim yaxshi yotishim. Sharoitlar ham yaxshi ekan, doktorlar ham, muomalalar ham yaxshi ekan. Hammasini. Nereden gidip geldiniz? Biz ham shu bir nega borib edik, Alfa Medga bir o'zi yiqildirik deb borib edik. Shu yerga borsak, bir shu yerda o'tirgan bir ayol aytdi. Shu yerda dim yaxshi, hamma narsasi ichida, hech yoqqa yurmaysiz dedi. Keldik rostdan ham shunday hamshiralar chiqib oldimizga hammasi kutib oldi, dim yaxshi. Tavsiya etasizmi? Tavsiya etaman hammaga. O'zim ham xudo xolasa keldim shu yerga kelib tug'diraman deb niyat qildim. Assalomu alaykum, qaysi doktor yana keldingiz? Tursunay toshim bo'ladi. Shu yanına geldim hamma bilaman. Nasiblemek keldim. Hali birinchi gelishimiz lekin. Men bu klinikaga birinchi kelishim, Dilnoratga yana keldik. Xudo xolsa. Siz bezovtatamiz, qaysi doktor yana keldingiz? Assalomu alaykum. Pediatr Sherzod doktorani. Dim maqtab turibdilar doktorni. Birinchi marta kelishingizmi? Birinchi marta kelishim. Ana bola Nima bo'ldi klinika. bolaga? Shu kelladanmi, ishdanmi bilmay turib biz hozir aytadi, uchurtimiz kelib qoldi. Men Tursunay Bahadirovnaning oldina kelganman. Ginekolog 2 yil mobaynida davolanib, ko'rinib, yaqinda beremenniy bo'ldim. Hozir 13 haftalik bo'lib qoldi. Tabriklaymiz. Rahmat. Tavsiya etasizmi boshqalarga? Albatta, juda ham zo'r doktor. Endi ta'riflashga til ojiz. Men o'zim qattiq yaxshi ko'raman Tursunay Bahadirovnani. Ko'p yerga borib davolanib, shifo topmadim shu doktorga kelib, Xudoga shukr. Yaxshi bo'ldim. Beremenniy bo'ldim, Xudoga shukr. Hammaga tavsiya etaman kelishdi. Juda zo'r doktor muomalasi ham, o'zi ham. Barchaga tavsiya qilaman. Hozir endi yotgan bemorlarimizdan fikrini bilib olamiz. Grija bo'yicha operatsiya bo'lgan ekanlar. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Operatsiya yaxshi o'tdimi? Xudoga shukr yaxshi o'tdi. Ancha og'riqlari bor edi. Bu paytdan beri 2 oylab og'rib yurdi. Endi yaxshi shu yerga kelganimizda kecha operatsiya qildi. Jo'rabekka kelib uchrashdik. Yumurtaga tushirdi. Hamma tekshiruvlardan o'tib keyin operatsiyaga tayyorladilar. Operatsiyasi yaxshi chiqdi. Yaxshi o'qil qildi, muolaja qildilar. Endi ancha yaxshi kecha tinch uxladi. Bugunga ruxsat beryapti. Rahmat, vrachlarimizga rahmat. Hammaga tavsiya qilaman shu yerga kelishlarini. Biz shu ana bola klinikasına geldik. Xususiy klinika ekan, Tursunay doktorning narsani eshitib keldik. Xudoga shukr yaxshi, kezim operatsiya bo'ldi shu yerda. Yaxshi, xudoga shukr sharoitlar ham yaxshi, hamma narsasi pokiza, chistin, qulayliklar ham yaxshi. Yaxshi qarab turibdilar shu Tursunayga, oilasini,
tinchlik, xotirjamlik tilayman, sog'lik, salomatlik tilayman, ishlarini omad tilayman. Yo'q, yaxshi chiqdi, Xudoga shukr, hammasi yaxshi. Shu qizim shunday tug'ishdan keyingi naladan murojaat etib, nima turibdi, naxushlanib, mazasi qochib, yo'q, yaxshi, hammasi yaxshi, Xudoga shukr. Operatsiya yaxshi bo'ldi. Bugun 4-kuni. Xudoga shukr, yaxshi hammasi. Rahmat Tursunoya, omad tilaymiz ishlarini. Rahmat, sizlar ham sog' bo'linglar. Rahmat bu klinikalar, doktorlarına, hemşire hemmecigine yaxshi ajoyib klinika, yaxshi yordam etdilar. Hammaga yaxshi ishlik ko'ngildagindek ki hammaga shu yerga kelib farzandlarini olib yurish nasib etgan, kelinlari tug'irga hammaladi. Azam bilan telefon turibdi mamasi. Soat 11'dan bolasini ichi 4 marta yetgan. Hozir bir turibdi, 4 xil parashok bar turibdi. Linux bar turibdi, Parabakter bar turibdi, Interagen bar turibdi, Nalini bar turibdi. Bu qanchalik darajada to'g'ri. Bu noto'g'ri narsa. Demak, balani ichi ketgan vaqtida o'z boshimchalik qilib apteka borib 4 xil narsa. Demak, bir xil narsadan, bir xil bo'lgan narsadan 4 xil narsani bar turibmiz. Balani ichini to'xtatish uchun. Bu xato narsa. Iltimos qildim. Balani ichi ketgan vaqtida o'z boshimchalik qilib aptekaga borib har xil bo'lgan parashoklarni olmanglar. Vrach pediatriya yoki bo'lmasam infeksion больницада, demak, vrachlarimiz bor, shularga borib konsultatsiya olish kerak, ko'rsatish kerak. Agarda balani ichi to'xtamin, cho'pdan ketib yotgan bo'lsa, ya'ni ichi surib turgan bo'lsa, kunida 5-6 marta surib turgan bo'lsa, statsionar ravishda yotib lecheniya olish shart va zarur. Shunga e'tibor etinglar bolalar. Assalomu alaykum. Bizlar hozirda ona bola klinikasida o'z faoliyatimizni davom qildirib turibmiz. 15 yildirki shu onkologiya, mammologiya yo'nalishida faoliyat yuritib turibmiz. Shu 15 yil davomida men aytaman 100 mingga yaqin ayol bilan to'qnashdik, bular bilan ishlab turibmiz. Bugungi случаimiz masalan ko'kraginda hosila bo'lgan qizlar bilan ishlab turibmiz. 3 yildirki ko'kraginda hosila borligini biladi va qo'rqqanligi sababli shifokora ko'rinmaydi. Shu sababli bugungi kunda hosilada o'sish bor. Lekin men aytar edim, qanchalik erta shifokora murojaat qilsak, shunchalik bu jiddiy kasalliklarni oldini olgan bo'lar edik. Shifokordan, kasallikdan qo'rqishimiz kerak emas. Kasallikni yengishimizni asosida erta ko'rinish, ya'ni profilaktik ko'riklar turadi. Hech qachon qo'rqishimiz kerak emas. Aslida bu jarayonda sizlar qo'rqinchli deb o'ylab turgan kasalliklaringiz juda ham oddiy holat bo'lishi mumkin. Bu holatda biz jiddiy kasallikni eldan olgan bo'lamiz. Hurmatli ayollar, aziz onaxonlar, aziz qizlarjonlar, yangi kelinchaklar. Seni ona bola klinikamizda kutib qolamiz. Chiroyli tug'ruqlar, jajji farzandlar, og'riqsiz tug'ruqlar, kesiar operatsiyalari yoki bo'lmasam kista operatsiyalari, mioma, sidik ushlay olmaslik, homilador bo'lolmay yurgan qizlarimiz, ayollarimiz barchangizni ona bola klinikasida Tursunoy Bahodirova bilan kutamiz. Agarda tug'ruqlaringiz yaxshi o'tgan bo'lsa, o'z sog'lig'ingizga e'tibor qaratmoqchi bo'lsangiz, bemalol kelishingiz mumkin. Bizda barcha turdagi spirallar, implantlar va lazer korreksiyalar ham mavjud. Plazma kerak bo'lsa ham bemalol kelishingiz mumkin. Estetik go'zallik berishdan charchamaymiz. Sizlarni ona bola klinikasida Tursunoy Bahodirova bilan kutamiz.